Assalomu alaykum. Mo'ysongimizda guruhimiz, kanalimiz ishtirokchilari, a'zolari, zukkoklar va quvnoqlar, tiyraklar, ziyraklar, o'z ustida ishlayotganlar, mani eshitib, mani kuzatib borayotganlar, jimgina faqat, jimgina mani kuzatib borayotganlar, jimgina mani eshitayotganlar, fikrsiz, his-tuyg'ularsiz yoki reaksiyalarsiz kuzatib borayotganlar. Bugun man yana bugun man yana jonli efir qilishni, maqsad qildim va o'sha maqsadimni hozir mana amalga oshiryapman. Bilasizmi, bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun o'zni kuzatish haqida gaplashamiz. Ya'ni har kuni gapirayotganimdek, o'zimni kuzatyapman deb ko'p aytyapman va man anchadan beri o'zimni kuzatyapman va bir qancha yangiliklar kiritdim, o'zgarishlar kiritdim, eskilarini chiqarib tashlayapman, almashtiryapman, o'zgartiryapman va yangilayapman. Bu esa menga judayam qiziqarli jarayon bo'lib tuyulyapti va haqiqatdan shunaqa. Bu esa judayam haqiqatdan qiziqarli jarayon ekan. Qanaqasi, nimasi qiziqarli? Bilasizmi, o'zingizni yangitdan kashf qilishni boshlaysiz. O'zingizni yangitdan yaratishni boshlaysiz. Shu paytgacha atrofdan eshitilayotgan, ya'ni ba'zan men o'zimni kuzatganimda, ba'zan bittagina qizim bor, bilasizlar. O'sha qizimga слишком напряжение berayotganimni his qilib qolaman, sezib qolaman. Yoki ko'p ustiga kelayotganimni sezib qolaman. Yoki burchakka siqishtirayotganimni sezib qolaman. Ko'p talabchan bo'layotganimni sezib qolaman-da va o'ylab turib, qarab turib aytamanki, shu qizimga qiyin-a, men bilan yashayotgan, menga chidayotgan shu qizimga qiyin-a deb qo'yaman. Ana o'shandan kelib chiqib, men o'zimni yangilayapman va shu psixologiyani boshlaganimdan beri transformatsiyadaman. Bilingki, siz shu psixologiyaga kirganingizdan keyin psixikangiz, psixosomatikaingiz полный rost mana shu miya, ongimiz, ruhimiz, qalbimiz полностью yangilanayotgan paytda biz sürekli davomli transformatsiyada bo'lamiz. Bu jarayon davom etaveradi. Chunki aytishardiki, siz oldingicha yasholmaysiz уже. Men boshida psixologiyaga kirganimda ustozlarni jonli efirlarini, голосовойlarini eshitardim. U yerda aytishardiki, siz уже oldingicha yasholmaysiz. Siz уже oldingi siz bo'lolmaysiz. Siz eskicha oldin qanaqa yashayotgan bo'lsangiz, mana hozir shu darsgacha kirgunizcha qanaqa yashayotgan bo'lsangiz, siz bu darsdan boshqacha bo'lib chiqasiz. Boshqacha yashashni boshlaysiz, oldingicha yasholmaysiz. Bu esa bu degani orqaga qaytolmaysiz. Bu orqaga qaytish va siz orqaga qaytolmaysiz. Yangicha o'ylash, yangicha fikrlash, yangicha tafakkur, yangicha bahs munozaralar, yangicha kelishuvlar bilan yashashni boshlaysiz. Bu degani hayot bilan kurashish emas, kelishib, qalbingiz bilan qalbimiz bilan kurashib emas, kelishib, ongimiz, ruhimiz bilan kurashib emas, kelishib yashash. O'zimiz bilan kelishib yashash. Atrofdagilar bilan kurashib emas, kelishib yashash degani. Va ko'p eshitamiz, ruh, ong, qalb
Tana bir uyg'unlikka kelganda, biz o'shanda yetilgan, ya'ni ulg'aygan bo'lamiz. Biz o'shanda yetuklikka erishgan bo'lamiz. Ya'ni bu nima degani ekan? Bu nima degani ekan? Ya'ni ba'zan qalbimizga aqlimiz qarshi chiqadi. Ba'zan aqlimizga ruhimiz qarshi chiqadi. Ba'zan uchalasiga tanamiz qarshi chiqadi. Ba'zan biriga boshqasi qarshi chiqadi. Ana o'shani biz bitta balansga keltirishimiz kerak ekan. Ya'ni kelishib, ya'ni aqlimiz boshqa narsani xohlaydi, qalbimiz boshqa narsani xohlab turibdi-da. Aqlimiz "Men yaxshiman" deb turibdi, qalbimiz esa "Yo'q, mani holatim yaxshi emas" deb turibdi. Aqlimiz "O'zim bajaraman" deb turibdi, qalbimiz esa "Menga ozgina поддержка kerak" deb turibdi. Masalan, ruhimiz esa "Men hali uxlayman, davom ettiraman uxlashni" deyapti. Tanamiz esa uyg'onish fasliga o'tgan, uyg'ongisi kelyapti, harakat qilgisi kelyapti, sakragisi kelyapti, em, yugurgisi kelyapti, hovuzlarda suzgisi kelyapti. Ruh esa "Yo'q, men dam olishim kerak" deydi. Mana ko'ryapsizmi? Ana o'sha hammasini har xil tarafga tortishi. Bu esa nima deyiladi? Bir uyg'unlik emas. Bir uyg'unlikda yashash emas, kelishib yashash emas. Bir-birini tinglamasdan kurashib yashash. Yokida bizani ko'pchilik aytadi, endi o'ch olaman, endi alamimni olaman. Bu menga ko'rsatdi, men ham ko'rsataman. Bu menga qildi, men ham qaytaraman. Hech qachon kechirmayman. Hayot unaqa bo'lib ketdi, odamlar bunaqa bo'lib ketdi. Men rozi emasman, yo men qabul qilmayman, yo boshqacha bo'lishi kerak. Ko'pincha isyonlar ana o'sha kurashib yashashga undaydigan xarakterdir, fe'l-atvordir. Ya'ni butun hayotga, butun hayot bilan, insonlar bilan, jamiyat bilan, atrof olam bilan, hatto tabiat bilan, hatto koinot bilan kurashib yashash, isyon qilish va buni eng birinchi nuqtasi Allohga boradi. Chunki bularni hammasini tartibga solayotgan, tartiblayotgan, bularni hammasini bizga berayotgan, yaratib berayotgan yolg'iz yagona Alloh Robbimizdir. Demakki, biz isyon qilsak, birinchi bo'lib Allohga isyon qilgan bo'larkanmiz. Bilasizmi, turklar nega boy? Turkiya davlati nega rivojlangan? Qanaqa qilib rivojlangan? Turklar nega boy, bilasizmi? Ular hamma narsani Allohdanligini idrok etib, ongli ravishda mayli hammasi xayrlisiga bo'lsin deydi. Bakalım her şey hayırlısı. Bakalım her şeyin hayırlısı. Nimadir yoqimsiz narsa bo'lsa ham, yoqimsiz vaziyat, holat bo'lsa ham, ularga istaganidan teskari bo'lsa ham, ya'ni teskari ziddiyatlar bo'lsa ham zid, ular xohishiga, istaganiga, maqsadiga, harakatiga zid voqea, hodisalar yoki vaziyatlar bo'lsa ham, ular nima deydi? Olsun. Her şey hayırlısı. Her şey olacağına varır. Bu nima degani? Mayli, hamma narsani xayrlisiga boradi. Hamma narsani xayrlisi bo'ladi. Bizga Alloh hammasini xayrlisini beradi. Deb o'sha vaziyat bilan kelishib olishadi. O'zi o'sha vaziyatni qabul qilishadi, tan olishadi, kelishib olishadi. Bu nima degani? Allohga bo'ysunish. Taslimiyat. Isyon emas-da, taslimiyat deyiladi. Chunki hammasi Allohdanligini ongli ravishda qabul qilib idrok etib, qabul qilib tan olishadi. Bu nimada? Vaziyatlarni, voqea, hodisalarni, suhbatlarni hamma shu
biz yashab turgan olamdagi, dunyodagi hamma narsa, bizdagi kundalik hamma narsa, hammasi Allohdandir. Xayrlisiyam, boshqasiyam, yaxshisiyam, yaxshi emasiyam. Ba'zan biza tutoqib ketadigan, biz qabul qilishni xohlamagan, yo'q nega edi? Nimaga endi?" deydigan savollarni biz ham beramiz ba'zan. Va mani ustozlarimni ustozlari ham ba'zan shunaqa a, stressga kiramiz. Eng kamida ichimizda xayolan o'ylaymizki, "Ey, shu bo'lmasa edi. Shu sal vaqtliroq oldinroq bo'lsa edi. Shu sal oldinroq ko'rib qolsamidim." Mana masalan, a, nima desam bo'ladi? Masalan, siz bir yerni tark etganingizdan keyin, siz bir ishxonani tark etganingizdan keyin ertasiga yaxshi bo'lib ketadi. Masalan, oyligi kam deysizda, yoqtirmaysizda bir ishxonani tark etasiz. Ertasiga уже yaxshi bo'lib ketadi. Am, Yangi ish takliflari yoki yangi sponsorlar yoki bir kollektivni tark etdingiz. Yoqtirmadingiz, kollektivni tark etdingiz. Ertasiga o'sha kollektivga boshqa boshliq keladi yoki sizni chiqishtirmagan kimdir yoki bo'shab ketadi yoki birdan o'zgarib qoladi. Xullas, ba'zan bilasizmi, ba'zan hamma narsa aksiga oladi-da degan so'zlarni ko'p ishlatamiz. Aksi bo'ladi-da, qara, aksi bo'ladi-da, aksiga oladi-da. Qaragin, aksi bo'lib turishini qaragin deb ichimizdan g'ijinimiz shunaqangi keladi. Eng kamida ichimizda, "Ey, shuni qara, bo'lib turishini qara-ey. Qani koshki shu bo'lmasa edi yoki vaqtliroq bo'lsa edi, yoki kechroq bo'lsa edi" falonda fismadonda. Ana o'shayam jimgina isyonimiz. O'shayam sessiz isyonimiz, lekin qalbdan. Ko'ryapsizmi? Biza qabul qilgimiz kelmasdan, "Yo'q, o'sha mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Hatto haliyam kech emas, mana bunaqa qilishim mumkin. Mana shuni qilaman, to'g'rilayman" deb Allohdan kelgan o'sha biz uchun Allohdan kelgan aslida hammasi xayrlisi. Aslida hammasi bizga keragi. Aslida hammasi bizga foydalisi. Aslida hammasi biz uchun zarur bo'lgani. O'sha nimaiki, voqea, hodisalar, vaziyatlar hammasi biz uchun zaruriysi, zarur bo'lgani. Chunki biz bilmaymiz, Alloh bilguvchidir. Biz bilmaymiz, atrofimizni ko'rmaymiz, oldinimizni ko'rmaymiz, ertamizni ko'rmaymiz, bilolmaymiz. Yolg'iz u bilguvchidir. O'shaning uchun bizga keragini kerak paytda bizga kerak bo'lgani uchun faqat xayrlisini, foydalisini berishini qachonki tan olsak, bilsak, idrok qilsak va albatta tan olsak, qabul qilsak va albatta o'shani sababiniyam, isbotiniyam hayotimizda ko'ramiz va bir necha marta va har kuni mumkin qadar. Chunki men ko'pincha ko'rib kelyapman, ko'pincha o'sha isbotini olib kelyapman, ko'pincha o'sha ko'rib o'zim guvoh bo'lyapman. Shu Allohdan keldi. Baqalim xayrlisi, ya'ni hamma narsa Allohdan kelgani hammasi xayrlisi. Hammasi Allohdan. Demakki xayrlisi. Demakki menga foydasi shu ekan, demakki menga kerak bo'lgani shu ekan. Menga keraklisi shu ekan. Allohning qismati. Qabulimizdir. Roziman. Mana shu gaplar, mana shu gaplar sizni ancha hovringizdan tushiradi. Allohga yaqinlashtiradi. Allohga ishonchingiz ancha, e'tiqodingiz ancha yuksaladi va mustahkamlanadi. Va sizni ancha hovringizdan tushiradi. Ancha dalda bo'ladi. Ancha
dastak bo'ladi. Как бы yuragingizga suv sepgandek bo'ladi va o'shanga ishonsangiz qachonki, o'shani isbotini albatta topasiz. O'shani isbotini albatta ko'rasiz va bir necha martalab. Xo'sh, tema tabiiyki bu emas edi, lekin buyam zaruriy gaplar. Buyam albatta zaruriy gaplar. Xo'p, endi o'zni kuzatish deganda, o'sha o'zimni anchadan beri kuzatib kelyapman, yangilayapman. Halimaxonni yangilayapman. Endi bugun nima qildim bilasizmi? Bugun kanalga breakfast tashladim. Relax breakfast tashladim. Joylashtirdim ya'ni. Joyladim. Va bilasizmi, haqiqatdan ertalabdan kayfiyatim shunaqangi ko'tarinki, dopaminga, serotoninga shunaqangi to'ldimki, Allohimga shukronalik keltiraman. Alhamdulillah. Keyin tagiga yozdimki, ajabo bu shukronalikmikin? Yo o'zimni qabul qilganimdanmikin? Yoki ne'matlarga shukr keltirishmikin? Ajabo bu Allohga yaqinlashishmikin? Ha, hammasi bor. Hammasi bor. Va o'sha relaksni joylaganimdan keyin o'zim qayta eshitib chiqdim. Va menga shunaqangi yoqdiki, bilasizmi, o'zni qabul qilishni ichida shuyam bor. Ovozingizni diktofonga yozib, gapirib turib, ovozingizni diktofonga yozib, ana o'sha голосовойingizni o'zingiz oxirigacha eshitishingiz. Va o'shanda hatto qusur topmasdan o'sha sizga yoqqan joylariga qanaqangidir o'zingizga minnatdorchilik bildirib, o'zingizga yoqqan joylarini huzurlanib eshitib, o'zingizga "Voy, shu-tu yoqmadi" degan joylarini keyingi safar yana diktofonga ovozingizni yozib, o'shalarni to'g'irlab o'tish. Men bir ustozda o'qiganimda, ular birinchi bo'lib shu mashq qilib berganlar. O'tirasiz, telefonni yoqasiz-da, nimadir og'zingizga nima kelsa, qanaqa gap kelsa, hech qaysini to'xtatmasdan valaklasangiz ham mayli, gapirib bo'lib o'chirasiz-da. 15 minutmi, 20 minutmi gapirib o'chirasiz. Xohlasangiz 7 daqiqa yozing. Ana o'sha gapirganingizda голосовойingizni o'zingiz eshitib chiqasiz. Buni bir hafta qilasiz ekanlar. Hammamizga g'alati tuyulgan, к тому же mangayam. Lekin qilganman, chunki o'zgarishim kerak. Men o'zimni topishim kerak, mukammal o'rganib chiqishim kerak. Maqsadim shu. Nima qilamiz? Qilganman. Boshida o'sha 7 daqiqa zo'rg'a gapirib bo'lib, o'sha 7 daqiqani 3 daqiqasini zo'rg'a eshitib o'chirib qo'yganman. Bunaqasi ketmaydi. Yana yozib, yana eshitganman, yana yozib, yana eshitganman. Oxiri o'sha 7 daqiqani hammasini eshitganman. Keyin yana 15 daqiqa ovozli yozib, 15 daqiqani hammasini eshitganman, o'zimni голосовойimni. Undan keyin mana kanalga o'sha голосовойimni ichidagi, o'zimni ovozimni ichidagi yaxshi joylarini erib eshitganman. Ya'ni o'zimdan qoniqish hosil bo'lyapti. Bitta bilasizmi? Nima bo'lyapti? Qaysi jarayon ketyapti? O'zingizdan qoniqish hosil bo'lyapti va o'zingizni kuzatish hosil bo'lyapti va sizni eshitishlarini istaysizmi? Demak, siz o'zingizni birinchi bo'lib eshitishingiz kerak. Va qanaqa eshityapsiz oxirigacha? Nima hislar o'tyapti? Qanday tuyg'ular? Xudo ana o'shani tekshirish, kuzatish maqsadida o'shani eshitishingiz kerak ekan. Keyin mana kanalimga ovozli chatlar, postlar qo'yishni boshladim va o'shalarni o'zim eshitib chiqishni boshladim, davom ettirdim ya'ni. Bilasizmi, o'zim eshitganim uchun men har safar o'sha ovozli chatni mumkin qadar menga qanaqa yoqadi? Menga qanaqa ohang yoqadi? Menga qanaqa past balandlik yoqadi? Menga qanaqa gapirishim yoqadi? Va gapirib
gapirayotganimda nimani qanaqa his-tuyg'u keladi? Maza qilib yengil gapiramanmi yoki ezilib, ezmachilik qilamanmi? Bitta gapni 2 marta qaytaramanmi? Yoki, ta'tillab o'tib ketamanmi? Yoki tushuntirib gapirishga harakat qilib, maqsadim anglatish bo'ladimi? Yoki shunchaki zerikmaslik uchunmi, xobbi uchunmi? Ana o'shalarni hammasini tekshirish maqsadida davom etdim. Xuddi shunaqa hozirgi mana, eee, chat kabi, jonli efir kabi, eee, hech kim kirmasayam mana jonli efirga hozirgidek bitta o'zim o'tiribman. Hech kim kirmasayam, hech kim, qo'l ko'tarib aktiv bo'lmasayam, bitta o'zim bo'lsam ham gapiraverdim. Chunki uni man eshityapman-ku. Chunki uni man o'zim eshityapman. Man o'zim gapiryapman. Ya'ni mandagi, axborotlarni, tashqariga ulashyapman ki o'rin bo'shab, joy bo'shasa, yana yangi axborotlar kelib singdirishim uchun ongimga. Bilasizmi, bu judayam ajoyib jarayon. Ajoyib jarayon. Ustozlarni ko'raman, jonli efirni yoqib qo'yishadi. 3 daqiqa, 5 daqiqa, 7 daqiqa kutishadi. Qolganlar kirvosin, hamma kirvosin. 150 ta eshituvchi bo'lsin, 1,5 mingta eshituvchi bo'lsin, 360 ta eshituvchi bo'lsin, keyin boshlashadi. Yo'q, men o'rganib qoldim. Men o'zim gapirayotganimda huzurlanib, maza qilib gapirishga o'rganib qoldim. Bu esa judayam o'zingizga dopamin berasiz, serotonin berasiz, energiya berasiz. Energiyaga shunaqangi to'lamanki men. Telefonga ba'zan mundoq qarab qo'yaman xoloski, ovozim ketyaptimi, shuni aniqlash uchun telefonga qarab qo'yaman. Boshqa payt shunaqangi kirib ketaman, shunaqangi berilib ketaman gapirishga. Rosa maza qilaman. Hozir ham maza qilaman. Qarang, har kuni mana 4 kun, 5 kundan beri ovozli chat qoldiraman va jonli efir qilaman. Charchaganim yo'q. Bu meni umuman charchatmayapti va jonimga ham tegmayapti va xafa ham qilmayapti bu meni. Boshqa ishlarim qolib ketyapti deb o'ylama, chunki aynan shuni ichiga kirib ketyapman men. Gapirayotganimni ichiga kirib ketyapman, gaplarimni ichiga kirib ketyapman va o'sha gapirayotganlarimni hammasini yashab o'tyapman. His qilyapman, sezyapman. Mana bu narsa ham berilganga. Bu narsa ham aynan shu narsa berilgan odamga energiya beradi. Demakki, menga shu narsa berilgan. Nutq, ya'ni nutq so'zlash, ya'ni gapirib turib maza qilish, ya'ni insonlarga yetkazib turib maza qilish, ya'ni. Demakki, meni hobbim, missiyam, potensialim shu bo'lsa kerak. Ana endi yana bosh mavzuga qaytamiz. Bugun nima qildim? Ana o'sha ertalab yaxshi kayfiyat bilan, ko'tarinki kayfiyat bilan, dopamin bilan to'lgan holda o'sha kanalga joylaganlarim, o'sha breakfast va kichikkina anglashim, o'zimdagi holat va o'sha paytda, o'shandan keyin joylaganimdan keyin choy qo'ydim, nonushta qilishga o'tirdim. Va hayotimda ilk marta, bilasizmi, shu onga qadar asosan YouTube'dan ustozlarimni darslarini eshitardim yoki kino qo'yib qo'yib yoki dars eshitib, nonushta qilardim. Bu safar boshqacha qilgim keldi. Nonushtani boshqacha qilgim keldi. Hatto videoga ham oldim o'sha holatimni. Bilasizmi, mana shu relaks muzikani qo'yib qo'ydim. YouTube'ni ochib, relaks muzikani qo'yib qo'ydim. Choy damlab keldim, choy quyib keldim, hamma narsani stolga oldimga qo'ydim, ya'ni o'zimni mehmon qildim. O'zimni kayfiyatimni ko'tardim. Ya'ni kayfiyatim zotan ko'tarinki edi. O'sha ko'tarinki kayfiyat menga shu g'oyalarni berdiki, o'sha relaks muzikani qo'yib qo'yib, o'zim o'sha relaks muzikani ichida nonushta qildim. Haqiqiy menda relaks breakfast bo'ldi. Va bilasizmi, voy, shunaqangi endi boshqacha narsa ekan bu.
Ya'ni bitta o'zim bo'lsam ham yolg'iz o'zimga shunaqangi relaks yaratib berdim. Muzika ohanglari, chiroyli ohanglarni ichida yashab turib, o'tirib nonushta qilyapman. Shunaqangi chiroyli nonushta bo'ldi. Har bitta yeyishimni, non tishlashimni, chaynashimni, yutishimni, choy ichishimni va uni yutishimni va uni orasida o'sha tishlab, chaynab yutayotgandagi huzur, rohatni, ya'ni ta'm bilish organi. Ana o'sha ta'mini olayotganim, lazzatini his qilib chaynab yutayotganim va yutayotgandagi alohida o'zi lazzat berayotgani va uni ichimga kirib, boya aytib o'tganim butun tanamga shifo maqsadida yoyilayotgani. Ana o'shalarni hammasini his qilib, o'sha musiqa, relaks musiqasi ohangi ichida yashab, shunaqangi chiroyli, shunaqangi bir kiborlarcha nonushta qildim. Uni hatto videoga oldim, chunki bu endi bo'lishi hayotimda. Bu narsani hayotimda endi bo'lishi va uni endi man qilishim, amalga oshirishim, endi o'zimda qilib sinab ko'rishim va bu judayam ajoyib, yanayam energiya, yanayam dopamin berarkanki, har kuni qilishga harakat qilaman. Endi bundan buyoq har kuni qilishga harakat qilaman. Bilasizmi, xuddi restoranda o'tirgandek. Dengiz sohilida katta chiroyli bir lyuks restoranda o'tirgandek yoki 9 qavatli, 30 qavatli uyingizni terrasasida o'tirib, shunaqangi bir restoranskiy nonushta qilayotgandek. Lyuks ya'ni. Ya'ni ertak-namo, ya'ni nima deyishga hozir so'z topolmayapman. Tasvirlashgacha so'z topolmayapman. Shunaqangi mazza qilib nonushta qildim, videoga oldim. Endi aytyapman-ku, videoga oldim. Ana o'sha videoni keyin tugatdim, videoni tugatdim-da, stoppa bosdim. Keyin o'sha videoni o'zim qayta tomosha qildim. Va o'sha videoni tomosha qilayotganimda yana nima bo'ldi? O'zimni chaynashimga, o'sha taomni og'zimga solgan luqmani chaynashimga e'tibor berib qoldim-da. Qarasam, chaynash nimamni, strukturamni o'zgartirishim kerak ekan. Furniturasini o'zgartirishim kerak ekan. Endi nima qilamiz? Chaynash strukturasini o'zgartiramiz. Qarang, ko'ryapsizmi? Ya'ni bu o'zini kuzatish, o'ziga e'tibor berish. Bu safar yana nima qildim? Demak, mana bunaqa chaynayman. Og'zimga luqmani kichikroq solaman, nonni kichikroq tishlayman va mana bunaqa chaynab ko'raman. Bunaqa chaynab ko'raman deb yana ikkinchi marta videoni yoqdim. O'sha oldimdagi ne'matlarni og'zimga kichikroq luqma solib, boshqacha chaynash, bunaqasiga chaynab ko'rdim, bunaqasiga chaynab ko'rdim, bunaqasiga chaynab ko'rdim. Ularni hammasini videoga olyapman tabiiyki, kuzatish maqsadida va uni ham videoga oldim. Ikkinchi marta chaynab ko'rganlarimni videoga oldim va o'sha videoda ancha o'zimga yoqadigan holatga keltiraman chaynashimni. Oddiy chaynash, ya'ni. Oddiy luqmani chaynab yutish, ya'ni, bilasizmi? Va orada choy ichayotganimni ham ovozi chiqib qolgan ekan. Ikkinchi marta videoda uni ham to'g'irladim. Choy ichishimni ham to'g'irladim, chaynashimni ham to'g'irladim va o'sha ikkinchi videodan men yana bir energiya oldim. Chunki bilasizmi, nimaga energiya oldim? O'shani men to'g'irlashim kerak bo'lgan joylarni birinchi videoda ko'rib qoldim. Ana o'sha ikkinchi videoda o'sha joylarni to'g'irladim. Va bu menga yoqdi.
Bu menga yarashdi va yoqdi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni o'zimizni kuzatish degandachi, har bitta mayda detallarimizniyam kuzatsak, yanayam maqsadga muvofiq bo'larkan. Ya'ni o'zimizni ya'ni mani maqsadim o'zimni mukammal o'rganishda. Ya'ni o'zimni faqat esnayotganda og'zimni qanaqa ochishim yoki qanaqa his-tuyg'ularim, qanaqa qarashim, qanaqa yurishim, qadam bosishim, o'tirganda qanaqa o'tiraman, a, gapirayotganda qanaqa, ko'z qarashlarim qanaqa, ba'zan o'zimni kuzatmaganimda holatlarim qanaqa bo'lib qoladi. Masalan, ba'zan telefonda gaplashayotganingizda ko'zlarni sal qisib, peshonani sal tirishtirib gapirayotgan bo'larkanmiz. Kecha aytib o'tdim, namoz o'qiyotganda yelkamni ko'tarib bukchayib qolarkanman. O'shaniyam to'g'riladim. Mana ko'ryapsizmi? Ya'ni man o'zimni mukammal o'rganish deganda shu narsalar esimga tushib qolyapti-da. Ya'ni shu anglash ham kelib qolyapti o'zimgaki, kuzatmagan joylarimni manga belgi kelib qolyapti. Men buniyam kuzatishim kerak ekan. Bu qolib ketibdi, men buniyam kuzatishim kerak ekan. Endi undan keyin o'shani kuzatib, o'sha holatimni yo'q, qaysi bir kichkina elementimni kuzatib to'g'riladimmi, 2-3 kun o'shani esimga tushib qoladi, qilib yuraman. Keyin уже odatiy holga aylanyapti. Ko'p narsa menga o'sha esimdan chiqib ketib, yana eski holiga tushib qoladimi, keyin mundoq o'zimni kuzatib qolaman, tashqaridan o'zimni kuzatib qolaman. To'xta deyman-da, yangi holatimni o'zimga tiklab olaman, yangi holatimni eslab olamanda, mana shunaqa qilib o'zimga yangi odatlarni, yangi holatlarni, yangi imijlarni, yangi mimikalarni o'zimga odatiy holga aylantirdim. Shukr, alhamdulillah. Bu ham men uchun katta natija. Chunki maqsadim shu edi. Ya'ni men hali maqsadimni yarim yo'lidaman. Bu ham menga eng katta natijaki, o'zimni tashqaridan kuzata olish va to'g'rilaydigan joyga kelganda to'g'rilab, o'shani o'zimga odatiy holga aylantirish. Bu ham menga juda katta natija, bilasizmi? Oldin men umuman o'zimni kuzatish u yoqda tursin, kuzatmasdim. Men ancha o'zimni odam qilib qo'ydim. Kuzataman deb o'zimni kuzataman, o'zimni taniyman deb o'zimni ancha odam qilib qo'ydim. Ancha ayollikka ochildim. Ya'ni ancha ayol bo'ldim. Ayollikka qaytdim, ayollikka qaytyapman, ayollikka ochilyapman. Ayollikni o'zimda bor, faqat yopilib, bostirilib ketgan ayollik xislat xususiyatlarini sekin chiqaryapman. Ular bilan tanishyapman, qilib ko'ryapman, hayotimga tatbiq qilib ko'ryapman, o'zimda shakllantirishga harakat qilyapman. Voy, bu ancha-muncha ham murakkab, ham zavqli jarayon ekanda, qiziq, zavqli jarayon-da. Shunaqa qilib bugun ertalab shunaqa bo'ldi. Ya'ni bu ham yangilik, bu ham yangi anglash, ya'ni o'zimni videoga olganim asnosida kuzatib, o'sha videoni ko'rib kuzatib, ya'ni chaynashimni to'g'rilab oldim-da. Taom, ne'matni chaynashimni to'g'rilab oldim. Va o'sha maza qilib, huzurlanib taom yeyotganimda o'zimni ancha xotirjam tutishim kerakligini ham o'rganib oldim, bilasizmi? Birinchi videoyimni tomosha qilganimda men xotirjam emas edim. Qisman xotirjam emas edim. Qisman sokin emas edim. Qisman nima desam ekan? Xo'p, o'zimni kuzatmayotgandim-da. Ikkinchi ana o'sha birinchi videoyimni tomosha qilganimda полный rost kuzatdim. Atmosferani, o'zimdagi vaziyatni, o'zimdagi taranglikni, o'zimdagi holatni va hokazolarni kuzatganimdan keyin ancha xotirjam
Ikkinchi videoda ancha xotirjam, ancha sokin, ancha kiborona, ancha bir madaniyatli, ancha bir xonimafandi am, bo'lishga harakat qilganman. Kiborona chaynashga, kiborona o'tirishga, kiborona osuda qarashga harakat qilib, mana mashina o'zimda yaratdim. Xo'p, keyingi mavzu kibor. Kiborlik bu kibrlikmi? Kiborlik bu kibrmi? Yo'q. Kiborlik umuman boshqa narsa. Kibr umuman boshqa narsa. Ikkalasi bir-biriga hatto teskari ya'ni. Kibr deganimizda kibrli insonlarni bilamiz. O'zidan ketib qolgan, manmansiragan, o'zini eng tepada boshqalarni pastda ko'rgan, odam deb hisoblamagan, tilini uchida muomala qilgan, oyog'ini uchida ko'rsatgan, barmog'ini niqtagan, san anaqa nima desa bo'larkan, shaxsni shaxs ko'rmasdan detal ko'rgan, buyum ko'rgan, yuk ko'rgan kimsalar. Aytamiz-ku oddiy tilda, xalq tilida nima deymiz? Dimog'iga qurt tushgan, burni ko'tarilib ketganlar. Ana o'shalar kibrga qul bo'lganlar. Kibr qullari ular. Kiborlik esa mana masalan kichkina tor eshik. 2 kishi baravar kelib qoldi. Kibor odam narigi insonni o'tkazib yuboradi. Kibor odam o'zini tutishni biladi. Kibor odam o'zini kuzatishni biladi. Kibor inson o'zini hurmat qilgani sababli boshqani hurmat qiladi. Fikriga, shaxsiyatiga, his-tuyg'ulariga hurmat ko'rsatadi. Chunki u o'zini hurmat qiladi. Shuning uchun atrofga hurmat ko'rsatadi. Kibor odam hatto o'zini bosishni demay-ku, o'zi bilan qolishni biladi. O'zi bo'lib muomala qiladi. O'zi bo'lib o'zini ko'chada, jamiyatda o'zi bo'lib o'zini tutadi. Ya'ni har qayoqda o'zi bo'ladi. Kibor odam har qayoqda o'zi bo'ladi. Hech kimga o'zini solishtirmaydi, hech kimga taqlid qilmaydi. O'zini bilib yuradi. Ana o'shaning uchun kiborlar masalan chetdan masalan masxaralashyapti yoki mayna qilishyapti yoki kibrlilar kelib qoldi. Yokida bir xunuk gap so'zlar gapirishyapti. Tarbiyaga zid xulq-atvorga o'zini xulq-atvorini ko'rsatadigan tarbiyaga zid chiroyli emas gaplar, chiroyli emas hunar, chiroyli emas qiliqlar, chiroyli emas xulq-atvor ko'rsatishyapti tashqaridan. Kibor odam ularga umuman buzilmaydi. Ularga umuman ergashib ketmaydi. Ularga umuman aldanmaydi. Ularga umuman ta'sirlanmaydi. Ya'ni kibor odamlarni atrof umuman o'zgartirmaydi. Ta'sirlantirmaydi, ta'sir o'tkaza olmaydi. Atrof olam, tashqi muhit kibor insonlarga ta'sir o'tkaza olmaydi. Kibor inson o'zini ichini hurmat qilgani sababli atrofni hurmat qiladi. O'zi xulqi chiroyli bo'lgani sababli atrofga chiroyli energiya tarqatadi. Kibor insonlarning yonida hamma ramkasini bilib oladi. Ya'ni masofasini, ramkasini bilib oladi. Lekin ularda umuman kibr bo'lmaydi.
5 yashar bolagayam, 50 yashar insongayam, chaqaloqqayam, qariyagayam, o'rta yoshgayam, 15 yashargayam, 13 yashargayam bir xil o'zini xulq-atvoridan kelib chiqib muomala munosabatda bo'ladi va teran fikrlaydi. Ongli ravishda yashaydi, ongli ravishda muomala qiladi, ongli ravishda munosabatga kirishadi va teran fikrlaydi. Bizada oddiy xalqi gapi bor, 7 o'lchab bir kes. Shatir-shutur og'ziga kelgan gapi gapiravermaydi. Mulohaza bilan gapiradi. O'ylab gapiradi, temaga mos, vaziyatga mos gapiradi va umuman ko'p gapirmaydi. Xudo behuda ko'p gapirmaydi. 4 ta gapingizga bitta bir og'iz so'z bilan javob qaytaradi. Bu esa uni supoligidan va kiborligidan darak. Va ancha sanab o'tishim mumkin. Kibor insonlar qanaqa bo'lishini ancha sanab o'tishim mumkin. Bida yana kibor insonlar avvalo urushmaydi, urushib janjal, isterika qilmaydi. Urushgan taqdirda ham ovozini baland qilmaydi. Umuman ovozini baland qilib juda hammaga eshittiradigan, nafrat qo'zg'atadigan urushmaydi. Past ovozda kiborcha tanbeh beradi. O'zini, ya'ni maqsadini anglatishga urinadi. Ya'niki masalan bir bola yoki bir qiz yoki bir insonni xatosi, unga qo'polligi yoki atrofga qo'polligini kelib sekin tushuntiradi. Kechirasiz, to'g'ri, siz haqlisiz. Lekin agar mashina mamnaqa qilib ko'rsatsak, agar shu so'zni bunaqasiga gapirsangiz, agar shu harakatni bunaqasiga ko'rsatsangiz, agar shu gapingizga buni qo'shib yuborsangiz yoki mamnaqa qilsak, yana ham chiroyli chiqadi. Tabiiyki, ikki kishi gaplashayotganda kibor insonlar o'sha qarshisidagi kishini butun fikrlariga hurmat ko'rsatadi. E'tiroz bildirmasdan eshitadi. To'xtatib qo'ymasdan eshitadi, gapini kesmasdan eshitadi, yo'qsa nohaqsan demasdan eshitadi. Tabiiyki, hurmat ko'rsatadi. Lekin to'g'rilashni ham usulini qiladi. To'g'irlanadigan bo'lsa, o'shani to'g'ri, haqlisan, lekin mamnaqa chiqsa ham chiroyli chiqadi deb to'g'irlash usulini ko'rsatib o'tadi. Tabiiyki, fikrlaringga hurmatim baland, seni hurmat qilaman, fikrlaringni hurmat qilaman, tabiiyki, lekin menga o'zimni fikrim muhim. Aybga buyurmaysan. Ya'ni yo'q deya olishni ham chiroyli kiborlik bilan yo'q deyishadiki, bu yoqda masalan meni jahlim chiqib qolmasin. Men xafa bo'lib qolmay, jahlim chiqib qolmasin, nafratlanib qolmay va to'g'ri yo'lga tushay. Keyingi safar to'g'ri yo'nalishda murojaat qilay, munosabat bildiray. Yo'q, siz o'ylamang, bu ramkaga solish emas. Bu ramkada yurish emas. Bu tartibga rioya qilish emas. Shunchaki kibor inson o'zini ifoda qilishi xolos. Va vaziyatni to'g'ri qabul qilib, atrofga o'sha vaziyatni tahlil qilib bera olishi xolos. Juda go'zal narsa. Judayam go'zal narsa. Ana o'shaning uchun men kibor bo'lishni yaxshi ko'raman. Mumkin qadar iloji boricha kibor bo'lishni harakatidaman. Kibor Halimaxonim bo'lishni harakatidaman. Chunki kiborlik menga yoqadi. Va tabiatimda ham birozgina kiborlik bor. Va bu menga yoqadi.
Ana bugungi jonli efirim shulardan iborat edi. Hop, efirda boshqa hech kim bo'lmagani sababli savol-javob qilish, keyingi efirga savol-javob qilish, a, meditatsiya yoki raskopka sessiyalar, konsultatsiyalar qilish keyingi jonli efirga qoldirildi Halimaxonim tarafdan. Hop, biz albatta cho'qqilarga erishamiz. Biz albatta cho'qqilarda uchrashamiz. Va bizga albatta hammani havasi keladi. Va faqat havasi. Mani shiyorim shu. Siz bilan Halimaxonim. Eshitganlarga kattakon rahmat.